Bugungi xalqaro anjumanda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkiya davlatlaridan kelgan olim va mutaxassislar ishtirok etmoqda. Ular bu yerda raqamli transformatsiya sharoitida yoshlar tarbiyasini takomillashtirish, ma'naviy qadriyatlarni asrash va bu boradagi xalqaro tajribalarni o'rganish masalalariga e'tibor qaratishgan. Bugungi xalqaro ilmiy amaliy anjumanning maqsadi bugungi raqamlashgan davrda tarbiyani ham raqamlashtirish, ma'naviyatni raqamlashtirish masalalariga qaratilgan. Chunki bugun biz aytayotgan kiber sotsializatsiya yoki media sotsializatsiya jarayonlari raqamli ma'naviyatni rivojlanmasdan amalga oshmaydi. Demak, biz sun'iy intellekt davrida yashayotgan ekanmiz. O'sib kelayotgan yosh avlodni mana shunday jamiyatga ma'naviy jihatdan tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Albatta bu o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Buning uchun birinchi navbatda talabalarda media savodxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish kerak. Raqamli savodxonlikni rivojlantirish kerak va shu bilan birgalikda analitik fikrlashni, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kerak bo'ladi. Anjumanda bir qator dolzarb mavzular atroflicha ko'rib chiqildi. Xususan UNESCOning media savodxonlik yo'nalishidagi xalqaro loyihalari va O'zbekiston bilan yo'lga qo'yilgan istiqbolli hamkorlik aloqalari tahlil qilindi. Shuningdek, internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma'naviy axloqiy qiyofasiga ta'siri, bu boradagi mavjud imkoniyatlar va ehtimoliy xavf-xatarlar yuzasidan qizg'in fikr almashildi. Ushbu konferensiyada xalqaro hamkor universitetlardan professor-o'qituvchilarning ishtirok etishi, o'zimizni milliy universitetimiz professor-o'qituvchilari, mahalliy universitetlardan ekspertlarni ishtirok etishi, qolaversa shu mavzuda ilmiy tadqiqot ishini amalga oshirayotgan doktorantlarimiz, mustaqil tadqiqotchilarimizni ishtirok etishi bugungi muzokara platformasini yanada boyitadi. Bugungi ko'tarilayotgan masalalar yoshlarimiz ilmiy ishlarida o'zini yechimlarini topishadi. Unga mos bo'lgan yangicha yondashib, ushbu masalalarni yechishga ko'maklashadi. Konferensiyamiz qizg'in davom etmoqda. Talabalarimizda juda katta taassurot uyg'onmoqda. Sababki qatnashayotgan ma'ruzachilar, masalan, Ozarbayjon davlatidan tashrif buyurgan Nubar xonim O'zbekiston va Ozarbayjon ta'lim sohasidagi islohotlar haqida juda qiziqarli ma'lumotlar bilan o'zlarini ma'ruzalarida chiqdilar. Talabalar, magistrlar, qatnashayotgan yosh olimlarimiz ta'lim sohasidagi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni xorij tajribasi bilan solishtirish sharafiga muyassar bo'lishdi. Muhokamalar markazida shuningdek sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, aholining raqamli savodxonligini oshirish hamda yoshlar orasida axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish kabi muhim masalalar ham o'rin oldi. Bu xalqaro konferensiyada sun'iy intellektdan, ijtimoiy tarmoqlardan oqilona va to'g'ri foydalanish kerakligini turli xalqlardan kelgan mehmonlarimiz tomonidan, mutaxassislarimiz tomonidan eshitib o'rgandim. Sun'iy intellekt raqamli texnologiya rivojlangan davrda milliy qadriyatlarimizni ham unutmaslik, ulardan to'g'ri va oqilona foydalanish kerakligini ham o'rgandim. Men bugungi konferensiyada raqamli transformatsiya jarayonida yoshlarning ma'naviy tarbiyasi, ular muammolar va yechimlar mavzusi bilan ishtirok etdim. 21-asr globallashuv asrida yoshlar ma'naviy tarbiyasini kamol toptirish, ularni milliy o'zligini anglagan holda ma'naviyatga hurmat ruhida tarbiyalash dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Aynan mening maqolamni mazmuni ham o'sha yoshlarni milliy ma'naviyatga hurmat ruhida tarbiyalash va kamol toptirishdagi muammolarga yechimlar hisoblanadi. Tadbir yakunida xorijiy ekspertlar va UNESCO vakillariga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Xulosa qilib aytganda, bugungi xalqaro anjuman raqamli transformatsiya davrida yoshlar ma'naviy tarbiyasini rivojlantirishda tajriba almashish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqarishda muhim maydon bo'lib xizmat qiladi. Zokir Mo'minov, Avazbek Sa'dullayev bugun dastur uchun.